Assalomu alaykum hammaga. Bugun hammom proyektimiz tugadi. Xudo xolasa, kelinglar tanishtirib o'taman. Qilingan ishlar: devorlarga kafel terildi, patloklari dekor plastdan bo'ldi, plintslar qo'yilgan, pastlari kafel bo'lgan. Aristonni o'rnatdik. Aristonni o'rnatish boshqacha uslubda bo'ldi, xudo xolasa. Operator ko'rsating. Tepasiga mana bunaqa profildan variant qilib, monolitni o'ziga qotirilgan. Bu yoqdan hali ishlari bor. Shunlarga xonalariga traplarni qo'yib oldik. Xudo teshiklarni yasaymiz. Patologlar joyida. Uklonlar hammasi joyida. Svetlarni qo'ydik. Hammasi joyida, hammasini qildik. Kimga shunaqa ishlar qiziq bo'lsa, pastda telefon raqam qoldiraman. Telefon qilib, aloqaga chiqsanglar, inshaalloh hammasini chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha chotki qilib beramiz. Hammaga rahmat.